Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Hamma yaxshimi? Rahmat. Allohga shukr. Alhamdulillah, mana biza Hindistonga kelib mana lecheniyalar oldik inshaalloh. Bizada oshqozon raki bilan kasallanib kelgan edi. Bizada 3-stadiya darajasida bizga zararlangan joylarimiz bor edi. Oshqozonda inshaalloh Xudo xolisa mana lecheniyani olib ximioterapiyalar oldik. Kemoterapiyadan keyin mana operatsiyalar bo'ldik. Inshaalloh operatsiyalar mana hammasi udashli o'tdi, yaxshi bo'ldi. Inshaalloh hammasi yaxshi. Operatsiyadan keyin mana 4 marta ximioterapiya oldik. Operatsiyadan oldin 4 marta ximioterapiya oldik. Baraka topishsa mana doktorlarga, doktor Muhit, doktor Vikas, doktor Jan operatsiya qilgan hammalariga ularga rahmat aytamiz. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Biz hamma qilayotgan ishlaridan Alloh o'zi xayrli qilsin, barakatli qilsin. Hamma qilayotgan ishlariga ish qilib, Allohim o'zi madadkor bo'lsin. Biza tuzaldik mana inshaalloh mana operatsiya bo'lganimizdan keyin 3 oydan keyin aprelda keldik. Unda kelganimizda PET tomografiya qildirdik, qon analizlari topshirdik, hammasi yaxshi chiqdi. Mana hozir mana yana 3 oydan keyin mana avgust oyida keldik. Xudo xolasa mana PET tomografiya qildik, yana qon topshirdik. Analizlarimiz a'lo darajada 100% natija bilan tuzaldik. Mana inshaalloh Alloh rozi bo'lsin hammagilardan. Rahmat. Mana hozir bugun shu doktor bilan gaplashib o'tiribmiz inshaalloh. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling.